Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tinchmi? Nima qilyapsizlar sizlar? Ha? Sen nima qilyapsan? Men nima qilaman? Yo'q. Nima qilding bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'z Yaxshim. Nima qildingiz baka? Nima qilimiz bor Ha? aka? Bu yerda to'xta, syomka qilsa. Mashina ichida yoshimmi Ha? o'tiribman? Mashina ochiqcha o'tiring. Nima yoshini? Telefonimni olib kelib bir zikr Ha, nima aka? Ismingiz nima? Bahrom familiyam Davron akajon. Ha, saniki nima? Bu kishi majburiy emas. Siz slujebniy mashinada o'tiring, qaymi? Slujebniyda. Ha, chasnida emas. Janskiy deyilgan joy yo'q aka. Bor. Xo'p akajon. Siz qonun o'qigan bo'lsangiz, men ham o'qiyman. Yaxshi aka, bemalol syomka qilavering bo'ldi ekan. Syomka qilaman, mana spokойно. Hozir bir ikki ham chiqaman, chiqara ketmaysizlar shu yerda. Keladi hozir. Yaxshi, bemalol chiqavering akajon. Telefon qil. Haqqingiz bor. Kiyib aka to'xtang. Haq, qimman yaxshi bilaman aka. Xo'p, haq, qimman yaxshi bilaman. Sizlar ham bilinglar, tamom. Bemalol syomka qilavering. saqlamadi mani yuragimni bo'lib. Nima Aynib, Ha? stopda to'xtamay o'tib ketyapmiz. Bittagi slujebni 10 yillik o'chib 107 ZAA 81. Sen qayta berlarda ko'rmaganman, tushunding? Xonada o'tirib, joyi. Xonada o'tiribsiz aka, ochiqcha emas, xonada o'tiribsiz, xo'p. Yaxshi, mana 10 yillik uch. Nima olmayman sen? Nima ko'tishini aytayapsan? Nima ishi bu? Etma. Bu kishini so'kmang. Etma. Bu kishini so'kish haqqingiz yo'q. Tushundingizmi?